Avval eng kichigini qo'yib boring. Tezroq keting, hop. Hey, o'sha yerda, stol ostida. U qayerda? Muvaffaqiyat oson boyqush kabisizlar, kichkina panklar. Chiroqlar yonib. Mo'g'dita Bantan Telegram kanali tomonidan O'zbekiston Betis Telegram kanali homiyligida o'zbek tiliga o'qirildi. Hey, nihoyat shu yerdamiz. Biz 7 kishi shtatlar urushidan keyingi birinchi marta tom ostida bo'lishimiz emasmi? Bu juda yoqimli. BTS harbiy xizmatdan keyin yana birga. Bu joy juda yoqimli, juda sovuq. Rostini aytsam, juda sovuq muzlayapman. Qanday ajoyib joy. Avval joyni tekshirib ko'rmoqdaman. Shef juda baland. Hey, ovqat bor. Bu nima? Ovqat birinchi o'rinda. Voy, pitsa nima bo'ladi? Yaxshi. Bu ajoyib muqaddas go'sht. Shuningdek, achchiq ugrachalar va asabi. Hey, bu josus soxtachi. Faqat u sendan katta emasmi? Rostdanmi? U mendan kattami? Ha, bilmadim. U mendan yoshroq deb o'ylagandim. Josus avval qayerda uxlayotganimizni tekshirib ko'rishimiz kerak. To'g'ri, nechta xona bor? Hey, bu yerda nechta xona bor? Xo'p, birinchi xonani tekshirib ko'rmoqchiman. Ikkita yotoq bilan chiroyli va shinam. Bolalar, xonalarni ko'rib chiqinglar. Yo'q, rahmat. Avval ovqatlanaylik. Men ham bittasini olsam bo'ladimi? Xonalarga qarang. Ular pitsa yeyapti. Hey, birga ovqatlanamiz. Avval xonalarni tekshirib ko'raylik. Xo'p, ketdik. Barakalla. O'zingizni uyingizdagidek his qiling. Bu yoqimli. Voy, bu yer juda issiq. Voy, bu nima? Bu yer juda iliq. U yerda 3 ta xona bor. Uydagi eng katta xona. 3 kishilik xona. Bu yerdachi, 3 ta yotoq bor. 3 ta xona bor. Hey, bu xonaga juda yaxshi quyosh nuri tushishi kerak. Ikkinchi xonaga juda ko'p quyosh nuri tushadi. Bu xona eng issig'i. Xona tartibi: birinchi qavat, birinchi yotoqxona, ikkinchi qavat, ikkinchi yotoqxona, uchinchi yotoqxona. Biz oldingidek 7 kishi birga yurishimiz kerakmi? Biz shunday qilishimiz kerakmi? Men buni Jimim bilan juda tez qilardim. Juda gavjum bo'lmaydi. Tezda xonalarni tanlaymiz va ovqatlanamiz. Ha, xonalarni tanlaylik. Buni qanday qilishimizga qiziqyapman. Avval ichkariga kiramiz. Hech kim bo'lmasa, siz u yerda uxlaysiz. Agar kimdir bo'lsa, uni tepib yuborish uchun tosh qaychi qog'oz o'ynaymiz. Lekin kim birinchi bo'lishini taxmin qilishimiz kerak. Kim birinchi bo'lib xonaga kirsa, o'sha to'lgan ustuvorlikka ega bo'ladi. Sen tashqariga, xuddi shunday hazillashyapman. Men o'zimni juda xafa his qilardim. Bunchalik shafqatsizsan, baribir 2-3 kishi bo'lishimiz kerak. Shunda to'g'ri bo'ladi. Unda nima bo'ladi? Barchamiz o'zimiz tanlagan xonada uxlasak-chi? Bu men ko'rib chiqayotgan variant emas. Qaysi xonaga kirsangiz o'sha yerga tayinlaysiz. Shunday qilib, agar bitta xona 4 yoki 5 kishi bo'lsa, kimdir yerda uxlashi mumkin, menimcha. Bu biz bilan chinakam xotiraga aylanadi. Biz bo'sh xonaga ega bo'lishimiz mumkin yoki 6 kishi bir xonada. Agar bu juda noqulay bo'lsa-chi, ishingiz tugadimi, yo'qmi? Davom eting. Namju bu narsalarga juda sezgir. Men hozir kulishni xohlayman, lekin men hali ham uyquga biroz sezgirman. Ovqatlandingizmi? Shunday qilib, agar 4 yoki 5 kishi bitta xonada uxlasa, menga juda qiyin bo'lardi. Unda Namjuni sezuvchi qilaylik va qolganlarni, xo'p, rejaga amal qilaylikmi? Hammamiz shunchaki qilamiz. Ha, qilamiz. Va muammolarni keyinroq hal qilamiz. Juda yaxshi. Ichkariga kirganingizdan keyin o'sha yerda uxlaysiz. Xo'p. Kelishdikmi? Hozircha xo'pmi? Biz shunchaki o'yinni sinab ko'ramiz. Keling, kim birinchi bo'lib borishni hal qilaylik. Avval eng kattasini qo'yib yuboring, tezroq keting. Bugun juda jahldorsan. Hey, sen juda yaxshisan. Xo'p, avval men boraman. Qarashimiz kerak emas deb o'ylagandim, bu yerda qarashimiz mumkin ekan. U yerga borsak-chi? Ha, ketdik. Tezroq o'rindiqlaringizdan turing, jimgina harakatlanishga ishonch hosil qiling, xo'pmi? Xo'p, boshladim. Qaysi xonani egallayapsiz? Men buni muhokama qilmasligimiz kerak. Jin jo'navordi. Menimcha bu xona mashhur bo'ladi. Men albatta 2 karavotli xonani tanlayman. 3 kishilik xona ustidanmi? Ha, ustidanmi? 3 kishi xonada juda qiziqarli eshitiladi. Spoiler qiziq emas. Men barchangizni aldashga harakat qilyapman. Rostini aytsam, kayfiyat uchun. Agar uxlash bilan bog'liq muammolarim bo'lmasa, 3 kishilik xonani tanlardim. Hey. 3 kishilik xonada yolg'iz uxlashingiz mumkin. Statistik jihatdan aytganda bu hatto to'g'ri kelmaydimi? Men buni ilgari ko'rsatuvlarda ko'rganman. Har doim yolg'iz uxlab qoladigan odam bo'ladi. Men bitta gap aytaymi? Lekin yolg'iz uxlash eng yaxshisidir.
Hozirgi holat 2-qavat, 3-yotoqxona jim. Bugun juda dinamik bo'ladi, xonalar issiq. Bizning barcha kameralarimiz shu yerga berkitilgan. Sizningcha shuncha o'qish sizni sinovga olib boradimi? Nega biz buni yana qildik? O'sha paytda bizda aktyorlikning butun bosqichi bor edi. Men borishdan bosh tortaman. Keyingisi, keyin kim bormoqchi? Teyingni qo'yib yuboring. Hey, eng kichigi ketdik. Eng kichigi. Bu buyruq nima bilan bog'liq? Ha, janob. Xo'p, men 100% aminman. Rahmat, Namjun, rahmat. Nima bo'lsa ham. Bu xona eng sovuqdek tuyuladi, lekin qani endi keyingisi. Xo'p, mana boshladim. Keyingisi ketdik. Men ketdim. Ket. Menimcha qayerga borsam ham bir xil bo'ladi. Menimcha yolg'iz uxlashdan juda xursand bo'lardim. Yolg'iz uxlash juda yaxshi, meni xursand qiladi. Agar yolg'iz qolishni istasangiz, menimcha birinchi qavat eng yaxshisi, rostdanmi? Ha, men birinchi qavatni tanlamoqchi edim. Ha, keling. Men bu haqda yomon fikrdaman. Oxirgi bo'lish eng qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Oxirgisi unda oxirgisi bo'lasan. Yo'q, rahmat, nima uchun yo'q? Menimcha kim yaxshi reaksiya ko'rsata olsa, o'sha oxirgisi bo'lishi kerak. Jungkook, sen oxirgisi bo'lib bor. Faqat shu safar sen oxirgi borasan. Xo'p. Men hayajondaman. Rostini aytsam, menga qayerga borishim ahamiyatsiz. Ikkamiz bir xonada bo'lsak ham hammasi joyida. Lekin muammo shundaki, qaysi xona qaysi ekanligini unutib qo'ydim. 2 kishilik xona yuqori qavatda chap tomonda. 2 kishilik xona o'ng tomonda. 2 kishilik yana biri birinchi qavatda. Nima uchun? Nega bu yerga kelding? Uyqu juda muhim. Xo'p, keyingisi. Lekin birinchi qavat. Qaysi qavatga borishni qaror qila olmayapti. Mana bu hammom. Shunday qilib 4 yoki 5 kishi bitta xonada uxlasak men uchun juda qiyin bo'lardi. Menimcha bu biz uchun juda kam xotiraga aylanadi. Xo'p, ketaylik. Jungkook birinchi bo'lib boshxonaga keldi va undan xursand. Nima deb o'ylaysan? Men xursandman. Birinchi qavatda Viva RM, ikkinchi qavat ikkinchi xonada Jungkook, uchinchi yotoqxonada Jimin Jin. Xo'p, ketdik. Statistik jihatdan aytganda bu xato to'g'ri kelmaydimi? Rostini aytsam, qayerga borishim ahamiyatsiz. Shu kuni oyoqlari qayerga olib borsa, o'sha yerga boradi. Jungkookga mazza. Ishonchim komilki, biz 4 kishi bo'lamiz. Shuga xayolida men hammom tanlashim kerak edi, deyapti. Bu qiyin bo'ladi. Shuga allaqachon xonaga kirganmi? Bilmadim, ishlari qanday ketyapti. Lekin umid qilamanki, bu faqat bizda. Juda yaxshi bo'lardi issiq quyosh nuri bilan.
Faqat ikkimiz. Jungkook juda xursand. Jihob xona tanlashda ham o'ynab boradi. Bu eshik ochiq, shundaymi? Iltimos, kirma, deyapti bular. Eshik ochiq. Hozircha yuqoriga ketdi. Ko'raylik-chi. Barcha eshiklar ochiq. Kutib turing, avval kayfiyatni his qilishim kerak. Bu xona biroz issiq. Bu xona issiq ekan. Va bu yerda yuqori qavatda uxlash yaxshiroq bo'lardi. U ishonch bilan 3 kishilik xona tomon yurmoqda. Menimcha u bu xonaga kirib keladi. Lekin bu yerda biroz sovuqdek tuyuladi. Lekin men boraman. To'g'ridan to'g'ri birinchi qavatdagi xonaga. Jihob bularni ko'rib xursand. Hey, o'zimni yomon his qildim. Men o'zimni juda yomon his qildim. Rostdan ham rostmi? Nima bo'ldi? Sizlarda nechtangiz bor? Biz 4 kishi shu yerdamiz. Yuqoridachi nechta bor? 2ta. Jungkook yolg'izmi? Voy, aslo Jungkook yolg'izmi? Voy, Jungkook. Rostdanmi? Xush kelibsiz, do'stim. Eng katta xonada yolg'izmisan? Jungkook, sen 3ta kravatni birga tarib uxlay olasan. Haqiqatdan ham faqat o'zingmi? Demak, hamma birinchi qavatni tanladimi? Birinchi qavatda 4 kishi bor. Bu siz xohlagan narsa emasmidi? Men shunchaki buni amalga oshirishni xohladim. Men 3 ta odam bilan qolishimni bilmagan edim. Eshikka yaqinlashganingda biz, iltimos, yo'q. Biz eshikni berga ushlab turgan edik. Yo'q, biz shunday edik. Hamma birinchi qavatga yo'q dedi. Hammamiz yolg'on gapirgan edik. Keling, stolda suhbatlashamiz. Birinchi qavat ham eng kichik xona. Omad tilayman. Keling, kimnidir qaytib chiqarish uchun tosh qaychi qog'oz o'ynaymiz. Nima haqida gapiryapsan? Kimni haydab yubormoqchisan? Kerak. Yo'q, shunchaki u yerda uxlash kerak. Bu yerda 4 kishi qanday uxlaydi? Kimdir haydab chiqaramiz. Men buni shunday ko'ramanki, biz buni amalga oshiramiz. Biz nafas ola olmaymiz. Birinchi qavatda Jihob V, Suga RM. Ikkinchi qavatda Jungkook, Jimin, Jin. Jimin, bu yoqqa kel. Jin. Hech kimni haydab chiqarishimiz shart emas. Yo'q, bizda yo'q. Yo'q, biz bunday qilmaymiz, faqat ikkimiz. Qanday yoqimli. Odamlar haqiqatan ham bir xil fikrlashadi. Aynan. Men 3 kishilik xonaga kirdim. Kimdir allaqachon u yerda bo'ladi deb o'yladim. Shuning uchun hech kim yo'qligiga hayron qoldim. Hech kim xohlamaydi deb o'sha xonani tanladim. Xo'sh, siz to'rttalangiz bir xonada uxlaysizmi? Biz majbur bo'lamiz. Agar u xonada uxlashga chiday olmasangiz, uning yuziga qarang. Uning yuziga qarang, nima? Eng yomon ssenariyni aytgan odam edi bu. Bu butunlay hayron bo'lganga o'xshaydi, lekin nima bo'lishini o'ylading? Men shunchaki eng tinch xonani tanladim. Qanday qilib o'sha ulkan xonada yolg'iz qoldingiz? Sen 3 ta to'shakni birlashtirib yolg'iz uxlashing mumkin. Chunki sen uyquda aylanib yurasan, Namjo yoningga kelib ketganini bilmaysan. Bu ehtimol sodir bo'ladi. Ilsanniki yana nima edi? Ilsan RM. Ilsanning RM. 2 va ikkitasi bir xil to'shakda uxlaydi. Juda chiroyli ko'rinadi, lekin Namjoon bilan biz bir xonada yashaymiz. Biz yotoqxonada yashaganimizda men eng yuqori qavatda edim. Men shunchaki ko'p kiyimlar ostimki, unga parda yasab qo'ydim. O'yinni juda tez bajarsak-chi? Avval o'yinni o'ynashni xohlaysizmi? Avval o'yinni o'tkazib olaylik. Fuqarolar ikkiga bo'linadi va yashirinadigan joy tanlaydi. Zombilar tegib ketgan fuqaro tashqariga chiqadi va tezroq ushlagan jamoa g'alaba qozonadi. Ikkita raund o'tkazamiz va kim zombi kabi hammani tezroq ushlashini tomosha qilamiz. Va asosan qizil chiroq yashil chiroqqa o'xshab ketadi. Lekin chiroqlar o'chirilgan holda. Yozgan jamoa ovqatlardan keyingi narsalarni yig'ishtirib oladi. Jimin, umid qilamanki, biz bir jamoada bo'lamiz. Albatta. Biz buni birgalikda qilamiz. Yusufjin jamoasi har doim g'alaba qozonadi. Sezuvchi kema, siz uni qaytarib olib kelyapsizmi? Ozgina yordam berish mumkin. Albatta, Namjoon Hyun sezuvchi bo'lishi mumkin. Menga umuman qarshi emas. Hamma uchun to'g'ri adolatli o'yin. Tosh qaychi qog'oz eng samarali usul. Sezuvchini tanlash uchun taqdirga qarshi kurasha olmayman, mayli. Sizuv uchun tozalash shart emas. Tozalash shart emas, shunchaki chiroqlarni o'chirib yoqish kerak. Ajoyib eshitiladi, ha, mana boshladi. Kuting. G'olib suzuvchini keling, bir ishni qilishga majbur qilaylik. Nima? Chiroqlarni o'chirish. Ular har bir xonada aylanib chiqadi va xayrli tun deng. Shunchaki hali ular uxlamagan bo'lsa-chi? Janob, chiroqlar o'chirilganmi? To'g'ri, ular kuchlari shart. Ular buni xohlagan paytda qilishadi. Hech kim bo'lmasa ham xayrli tun. Xayrli tun deb ayting va chiroqlarni o'chiring. Menga bu yoqadi. Buni har bir xonadagi kameraga ayting. Kim g'alaba qozonsa, shu ishni bajaradi. Tosh qaychi qog'oz
qaychi otib tashlang. Biz juda ko'pmiz. Qo'llarimizni yaqinlashtirdik. Bu xuddi harbiy xizmatdan oldin ovqatlanish zalida navbatchilik tanlashga o'xshaydi. Menga kutilmagan eslatma berishda ishtirok etish shart edi. Keling, yana qilaylik. Tosh, qaychi, qog'oz. Tosh, qaychi, qog'oz otib tashlang. Men yutqazdim. Demak, biz to'rttamizdan biri to'g'ridan-to'g'ri kattalarga. Jin ehtimol ism tufayli yutqazadi. Tosh, qaychi, qog'oz. Sen nima ekstrasenmisan yoki o'shanga o'xshashmi? Endi kim bo'ladi, kim qoldi? Men Arem va Shuga. Men ishonchim komilki, yangi oxir-oqibat g'alaba qozonadi. Tosh, qaychi, qog'oz. Ko'rdingmi, men senga yangi g'alaba qozonishni aytgandim. Bugun men bilan nima bo'ldi? Kuting, shunda u ham tozalash shart emasmi? Yo'q, u bunday qilmaydi. Shunchaki xayrli tun va tamom. Mening bashoratim shunki, sen oxir-oqibat tozalansan, Jungkook. Rostam, iltimos, yo'q. Bu avtomatik ravishda birinchi qavat jamoasi va ikkinchi qavat jamoasi o'rtasida farqdir. Birinchi qavat va ikkinchi qavat, men birinchi qavatdaman, shundaymi? Ikkinchi qavatda kim bor? Ha, xo'p, ketdik. Bu baribir jismoniy kuch talab qiladigan o'yin emas. To'g'ridan-to'g'ri o'yinga borishimiz kerak. Darholmi ketdik. Keling, uni darhol boshlaymiz. Mayli, unda o'yin o'ynaymiz. Yugurish, BTS. Ikkinchi qavat jamoasi va birinchi qavat jamoasi. Avval boshlaymiz. Keling, avval zombi bo'laylik. Zombilarmi yoki fuqarolarmi? Avval nima bo'lmoqchisiz? Keling, Jegi bilan qaror qilaylik. Yaxshi fikr, xo'p. Keling, jamoaviy hisoblarni ko'rib chiqaylik birgalikda. Xo'p, Teyung va Jungkook o'rtasidagi jang bo'ladi. Avval boramiz. Xo'p, keling o'tiraylik. 1 2 3. Voy, ikkita. Bu nima edi? Seni ilgari yaxshi eding. Ha, nima bo'ldi? Jihob, ketdik, shoshilishimiz kerak. Xo'p, boshlang. 1 2 3 4. 3. Telefoningni ham vayron qilding, sabr qil. Men 3tasini qildim. Bizda jami 5tami? 6 7 8 2 nihoyat 10. Namjun eng zo'ri. 11. Xo'p, 11. Xo'p, ketdik. Biz yutqazdik. Menimcha darhol ket. Xo'p, tayyormiz. Jin birinchi bo'lib keladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 7. Biz halokatga mahrummiz. Biz boshdan yutqazyapmiz. Hozir jami qancha? 11. Bu jamoa yaxshi. 1 2 3. Ha, 10. Jungkook, sen faqat ikkitasini qilishing kerak. 1 2. Xo'sh, nima bo'lishini xohlaysiz? Avval fuqaro bo'lamiz. Fuqarolarmi? Biz zombi bo'lamiz. Ketdik, zombilarni kuzatishimiz kerak. To'g'ri, yaxshi fikr. Xo'p, ko'z bog'langan. Hamma o'z o'rnini egallagach boshlaymiz. Kuting, mayli, bu qiyin bo'ladi, lekin 3 kishi bilan tez bo'ladi. Bu juda qiyin, odatda faqat bitta odam. Kuting, men ushlanib qolmasligim uchun shipaklarimni yechyapman. Yaxshi fikr. Biz buni qila olamiz. Bu yo'l bilan juda oson, lekin biz bir-birimizni urish ehtimoli ko'proq. Endi biz pozitsiyaga o'tamiz. Xo'sh, zombilar qayerda? Men zombi, mana zombi. Boshqa zombi qayerda? Qayerda? Men shu yerdaman. Xo'p. Hey, zombi kabi harakat qilaylik. Voy. Xo'p, men chiroqlarni o'chiryapman. Xo'p, mana divan. Xo'p, bu yerda kimdir bor? Nima? Menda bittasi bor. Bu yerda kimdir bor? Menda bittasi bor, menda kimdir bor? Ting, bizning rejissorlarimizdan birimi? Yo'q, to'g'rimi? Men bu joyni qo'riqlayapman. Bu yerda hech kim yo'q. Men kim edim? Rost ekan, men hech narsa ko'rmayapman. Chiroqlarni yoqyapman, chiroqlar yana yonmoqda. Sizga zarba berilsa chiqib ketasizmi? Chunki men urushda haysen oldinroq urishgan eding. Jin qayerga ketdi? Jin u yerda. Bizga tirik qolish uchun faqat bitta odam kerak. Men bu tomonga ketaman. Chiroqlarni o'chiring, mana bu yerga, maylimi? Xo'p, chiroqlar o'chdi. Darhol keting. Hey, ehtiyot bo'l. Nima? Hey, bu menman, bu senmisan? Xo'p, chiroqlar o'chirilgan. Darhol keting. Jungkookni tomosha qilib o'tirishini-chi. Hey, ehtiyot bo'l. Hozirgina kim edi? Men edim. Qayerdasan? Men qayerdaman? Men qayerda ekanligimni bilmayman. Shuning uchun ham qo'rqinchli. Bu juda qo'rqinchli, voy. Tashqariga chiroqlarni yoqyapman. Xo'p, nega yana meni uryapsan? Bu Jin, to'g'rimi? Ha, xo'p. Voy, sen o'sha yerda edingmi? Xo'p, endi muammoga duch kelding. Kutib turing, qanday qilib qochib ketaman? Chiroqlarni o'chiryapman. Xo'p, tugadi.
Birinchi qavat jamoasining yakuniy vaqti 1 daqiqa 44 soniya. Kuting, buni qanday o'ynashimiz kerak? Kiring, bizning vaqtimiz 1 daqiqa 44 soniya. Darhol ketaylik. Jimin, ko'z boylag'ishni xohlaysanmi? Ha, iltimos. Kuting, men bu shippaklarni yechishim kerak. Agar bizni urishsa barchamiz rostini aytaylik, biz boshida shunday turishimiz kerak edi. Va buni shunday qildi. He, bu yaxshi fikr. Kran qanotining shakllanishi. He, yaxshi fikr. Qo'llarni shunday ushlang yaxshi. Biz qo'llarimizni shunday aylantiramiz. Bu yaxshi fikr. Hobi bizga yaxshi ma'lumot berdi. Qo'l ushlashib turaylik. Kuting, meni faqat bitta qo'lim bor. Menda ham, tushundim. He, men nega uryapsan? Chiroqlar o'chirilgan. Nega meni uryapsan? Hey, menda kimdir bor. Mana buni oldim, Namjun chiqib ketdi. Namjun urildimi? Ha. Hey, bu senmisan? Uzr. Yostig'im qayerda? Kuting, yostig'im. Mening yostiqcham. Voy. Hey, bu menman. Men kimdirni topdim. Menga kimdir bormi? Kim zarba berdi? Bu nima? Devorga urildim. Bu stol. Kimdir bu yerda yonimdan o'tib ketdi. Nega biz chiroqlarni yoqmayapmiz? Chiroqlar yoniq. Men ketdim. Mayli, Jihob. Ha, sen o'sha yerda eding, Vi. Chiroqlar o'chirilgan. Avval Jihobni olaylik. Chiroqlar o'chirilgan. Jihob. Men urildim. Keyingisi Teyun. Teyun qayerda? O'sha yerda bir joyda. He, o'sha yerda. Stol ostida. U qochib ketdimi? He, o'sha yerda. Stol ostida. U qochib ketdimi? Bu kim? Bu menman. Teyun qayerga ketdi? Menimcha shu tomonga qochib ketganda tuyuladi. Chiqish. Men uni oldimmi? Uni ushladingmi? Men uni ushladim. Unga zarba berilmagan. Kimdir urilganini eshitgandek edim. Lekin menga zarba berilmadi. Lekin kimdir shunday dedi. Ha, menimcha Hobi urilgandi. Kechirasiz, mayli. Bu yerdan yana ketishimiz kerakmi? Bu yerdanmi? Qanday qilib? Bu yerdan. Hey, tayyorlaning. Kuting, bu. Xo'p, Teyun, har birimiz 2 qadam orqaga chekinamiz. Xo'p, 2 qadam orqaga. Allaqachon 1 daqiqa 40 soniya o'tdi. Sizda imkoniyat bo'lishi mumkin. Urushdan saqlaning. Tayyor, boshla. Bay. U allaqachon qochib ketganmi? Bo'lishi mumkin emas. Voy. Uni olib keling. Siz kichkina panklar. Vini topolmagandan bo'chalasi bir-birini uryapti. Haqiqiy zavq. Chiroqlar yonmoqda. Nima qilyapsan? Nega bir-biringizni uryapsizlar? Nima qilyapsizlar? Nega bir-biringizga qarshi chiqyapsizlar? Gaplashing, so'zlardan foydalaning. Mayli, chiroqlar o'chdi, janjallashmang. Jang qilma. Biz hali ham buni yutishimiz kerak. Chiroqlar o'chmoqda, ko'z bog'langan. Tayyor. Men chiroqlarni o'chiraman. Tayyor, boshlang. Men shu yo'ldan boraman. Kuting. Men bu yo'ldan boraman. Kuting, bu kim? Bu menman. Senmisan? Dunyoning qayerda? Kechirasiz. Kimdir biror narsa tashladi. U yerda yo'q. Menimcha o'z stol ostida. Unda emas. Teyung bu ishda juda yaxshi. Lekin men uni allaqachon qo'lga olganman deb o'ylagandim. Qasam ichgan bo'lardim. Chiroqlar yonmoqda. Men juda qo'rqyapman. Mening savolim, u yerga qanday borib yetding? U bu ishda juda mohir. U bugun juda yaxshi ishlayapti. U hatto aldamayapti ham. Teyung nega ko'chib ketyapti? Teyung, sen qimirlay olmaysan, orqaga qayt. U yerda qol. Qimirlay olmaysan, lekin allaqachon tugadi. Biz allaqachon tugatdik. Uni ushlaguncha davom etaylik. Vini ushlamaguncha qo'yishmaydi. Hamma zarbani Jimin yapti. Chiroqlar yondi. Xo'p, chiroqlar yondi. Menimcha ular faqat bir-birlarini urishyapti. Yostiqlardan Jungkook ancha zarba oldi. Ular shunchaki zavqlanishyapti. Xo'p, endi yetarli. O'yin tugadi, biz bu safar yutdik. O'yin tugadi, qanday zerikarli. Hey, men aqldan ozdim. Ular endi shunchaki stressni yengillashtirmoqdalar. Bu yerda o'zingizning yostiq jangingizni qildingiz. Juda kulgili. Ikkinchi qavat jamoasi 4 daqiqa 20 soniya. Shunday qilib, ikkinchi qavat jamoasi tozalaydi. Voy, ajoyib ish. Biz yutqazdik, lekin ajoyib ish bo'ldi.
Yaxshi o'yin bo'ldi, mag'lubiyatni tan olaylik. Keyinroq yana yostiq jangini davom ettiramiz. Bu shunchaki borib kelish deyishdan qanday farq qiladi? Bu qiziqarli, siz asosan janjal so'rayapsiz. Biz ezilib ketdik. Hech kim jabrlanmadi, to'g'rimi? Yo'q, ovqatlanish vaqti keldi. Keling, ovqatlanamiz. Yuzlarim juda kulib og'riyapti. Mobi Tabbantan Telegram kanali tomonidan O'zbekiston BTS Telegram kanali homiyligida o'zbek tiliga o'qirildi.